Hammaga salom. Mana UAZ Patriot siz so'ragan avtomobil. Ko'p podpисчикларimiz tagida videolarning tagida so'raganda UAZ Patriotlarni ham chiqarib bering. Mana sizlarga yangisi 2021-yil Lux avtomat korobkada elektronli передоги bilan birga. Narxi buni 305 million so'm. Sharq Motors avtosalondan hozir bitta UAZ yangisini, UAZ Patriotni test drive obzorga berdi. Hozir buni test drive qilib, obzor qilib haydab ham ko'ramiz. Ускорение, торможение hammasini. UAZ Patriot yangi chiqqanlarni, masalan, oldingi versiyalardan hozirgi versiyalarning farqlarini birdaniga ko'rsatib ketay. Bunda yangi disklar qo'yilgan. Ballonlari bunda 235R16 lik disklar turibdi. Diski ballonlari ham. Keyin bunda передок qo'shadigan o'zi salonda elektronli qo'yilgan. Oldingi UAZ'larda yoki Hunter yoki eski Patriotlarda mana bu yerdan qo'shilardi ruchnoy. Hozir hammasi buni ichkariga elektronli. Keyin bunda yangi o'zgarishlar 2021-yil versiyasida bunda svetodiodli kichkina lampachalari qo'yilgan и обновленный faralari ham turibdi. Keyin oldini ko'rsak, oldida bamperi ham sal boshqacha, oldingisida eskiroq edi. Protivotumankalar qo'yilgan. Keyin ikkita buksirovочный kronshtaynlar ham turibdi. Mana shunaqa avtomobil. Hozir motorni ham birdaniga ko'rsatib beramiz. Bu ham tak, buni uzunligi 4 metr 75 cm, eni 1.90, balandligi esa 1.91 cm bo'ladi. 1 metr 91 cm yuqoridagi mana bu dugalari bilan birga mana shunaqa avtomobil. Buni motoriga kelsak, 4 ta silindrlik ZMZ 4090-51 4 taktli benzinoviy motor turibdi. Объемы buni 207 bo'ladi. Maksimal mощности 150, 110 Nm, 5000 оборотda. Keyin transmissiyasi buni avtomat korobka 6 ta stupenchitasi, 6 ta stupenchitli, 6 ta скоростli. Keyin buni oldini ham, orqasi ham tortadi. Пониженный, повышенный передачasi bilan oldi hammasi ichkarida salondan qo'shiladi. Hozir salonlarni ham ko'rsatamiz. Birinchi motorning отсегini ko'rsatmoqchi edim. Обновленный, unchalik ko'p обновление bo'lmagan bu yoqda. Motorida oldingisida qolgan akkumulyatori sal neudobniy joyda turibdi, chunki chiqarish oldingi Patriotda ham xuddi shunaqa edi. O'zim remont qilganimda akkumulyatorni yechib olish juda ham sal qiyinroq. Bunda ABS qo'yilgan, торможение sistemasi oldingilarda UAZ Hunterlarda bo'lmagan edi. Ularda esa hozir yangi chiqqanlarda ABS sistemasi tormoz qilganingizda muzda yoki boshqa joyda mashina aylanib ketmaydi. Keyin motorning отсегini ko'ryapsiz, juda ham katta. Mana bu yerdan mana bu расширительный bachok, омывательный bachogini bu tomonga qo'yganda, mana bu yerga bitta Matiz'ni motorni yoki Nexia motorni yana bittasini tiqib qo'ysa bo'ladi. Keyin mana bu yerga Nivani yoki Nexia'ni zapaskasini qo'yib qo'ysa bo'ladi ustiga. Xuddi Nivaga qanday qo'yganda, motorning otseg juda ham katta. Kapotiga kelsak, kapotida material qo'yilgan, tagida esa shumo izolyatsiya, issiq, teplo отводящий material turibdi. Tashqariga chiqarib bermaydi, tashqarida isitadi, ichkariga kirgizib bermaydi. Xo'p, motori buni generatori ZMZ turibdi. Kompressor konditsioneri 5 ta silindrlik Estradan chiqarilgan. Yana bitta sal noqulay tomoni zapravochniki bittasi tashqarida, bittasi pastda turibdi, juda ham neudobniy. Lekin o'shani mana bu yerga qo'ysa, yuqoriga qo'yib bersa juda yaxshi bo'ladi. Xo'p, bu kapoti pnevmo o'tporda turibdi. Ruli kardanlik ko'ryapsiz. Ruli ham gidro усилитель bilan birga, gidro усилительda bachogi mana bu yerda turibdi. Juda ham qulay joyda. Bitta bunisi yaxshi tomoni. Tormoznoy bachok shasi ham kichkina datchigi bilan qo'yilgan. Yana bitta bito tomoni
Mana bu yerda datchigi bu, buni datchigi bo'lmaydi, motorning o'zida datchigi bo'ladi. Xo'p. Xo'p, yana bitta qulay tomonini aytmoqchi edim. Bunda elektronli svechchalar qo'yilgan, ko'ryapsiz. Keyin ismini chiqib ketdi, nomi nimaligini. Xo'p. Elektronli drosel turibdi. Elektronli drosel. Nimaga elektronli drosel? Chunki 2021-yil komplektatsiyasida UAZ Patriotlarni cruise control qo'yilgan. Cruise control ishlashi uchun постоянно bir xil apparat ushlab turish uchun elektronli drosel qo'yilgan. Filtri har doimgidek eski UAZiklarning filtriga o'xshab bir xildan qo'yilgan, standart. Juda ham bozorda 50 ming so'm, 60 ming so'm turadi mana shu filtrdan. Buni bemalol sotib olsalaringiz bo'ladi. Bu tomonda patrubkalari ham mягкisi yaxshidan qo'yilgan, demontaj yoki zamena qilayotganda oson. Klimat kontrol ekstradan qo'yilgan. Bunda ham mana ko'ryapsizlar, bu ham juda ham oson ochilib, ichidagi ventilyatorlar yuvilib almashtiriladi. Aytganimdek, buni mana bu расширительный бачокni, mana bu воздухозаборникni mana bu yerga sal akkuratni joylashtirsa, mana bu yerga yana bitta Nexia'ni yoki Matiz'ni motorni joylashtirsa bo'ladi. Bilmadim nima uchun joylashtirsa bo'ladi, lekin joylashtirsa bo'ladi. Juda ham katta UAZ Patriotni atsiga. Mana shunaqa UAZ Patriot hozir qo'yganlarning ko'rsatadi. Keyin yana bitta o'zgarishi buni oldingi UAZ 2018-2019 yoki undan eski modellarda ikkita bak bo'lardi. Bularda endi esa mana bu yerda topливный bak zapravkasi yo'q. Tagida bakka bitta qilingan. Общий объемi 70 litrmi, 75 litr bo'lishi kerak. Buni ham ko'ryapsiz, mana bu yerda clearance balondan yuqorigacha juda ham baland. Clearance asfaltdan yuqorigacha mana tizzamday keladi, ko'ryapsiz, juda ham baland. Mana bu mana tizzam bo'lsa, mana bu yerdan keladi. Bemalol tagida odam tursa ham ustidan o'tib ketadi yoki ariqlardan 40 santimetrlik ariqlardan bemalol UAZik o'tib ketadi. O'zlaringiz ham ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak videolarda shunaqa avtomobil. Orqasini ham ko'rsatsak, orqasida hammasi mexanический amortizatorlar turibdi. Ramada, bu ham kuzov, mana buni ramasini ko'rsak bo'ladi. Kuzov ramaga qotirilgan va qolgan agregatlar ham hammasi ramaga qotirilgan. Bu tomonni ham ko'ryapsiz, mana oddiy juda ham prostoy qilib yasalgan. Remontda ham agar buzilganda remontda ham yoki dala условияlarda buzilib qo'ydi, dala sharoitida buzilib qolganda ham juda ham oson remont. Razdatkasi ham kardanda turibdi, mana ko'ryapsizlar, ko'ringan bo'lsa. Razdatkasi ham remonti juda oson, xuddi zadniy mostga o'xshab yasalgan. Bu tomonda rulini amortizator turibdi. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, plavniy burilish uchun yoki rulni qo'yib o'rganingizda o'zi to'g'rilanib qolish uchun yana mana shunaqa amortizator qo'yilgan bunda. Bu elektron emas, masalan boshqa mashinalarda elektronli bo'ladi, bunda esa mexanический, kam buzilish uchun shunaqa qilib yasalgan. Tak, buni bagajnikiga kelsak, orqada zapaska turibdi. Zapaska, mana buni ko'ryapsiz, kronshtaynlarda eski variantlarda qilingan, juda ham praktichniy bular, buzilmaydigan, keyin chiyillamaydi, boshqa narsa smaska qilish ham juda ham oson. Agar buzilib qolsa, ustida ichida palitsi bor, palitni almashtirish juda ham oson. Faralari obnovlenniy, bularni ham ko'ryapsiz, ichida chiroyli qilib yasalgan. Keyin sal mana bu tomoni uzunroq bo'lib turibdi, dublyor bo'lish uchun. Svetodiodniy отражатели mana bu yer bo'ladi. Pastda ham bamperda svetodiodniy отражатель qo'yilgan. Parktronik sensorlari turibdi. Tak, 4 ta parktronik sensorlari turibdi. Buni pastida bitta ikkita tomonda ekan. Ikkita tomonda kronshtayn, buksirovочный kronshtayn, глушители, ko'ryapsiz, kichkina zadniy mosti. Zadniy mosti ham juda ham sodda qilib ishlangan, hech qanaqa совершенство yo'q, chunki buzilganda yoki remont qilish juda oson bo'lishi uchun. Zadniy mostini, tormozlarni ham eski variantda diskli tormozlardan diskli barabanli tormozlarda qo'yilgan. Ruchnikda ruchniy tormozni tortganda faqat orqa tormozlari tormoz berib qoladi. Shunaqa. Keyin bagajnikini ko'rsak. Yuqorida svetodiodniy dublyor turibdi, tormozni bosganda ko'rsatib beradi. Juda ham katta bagajnik. Hozir bagajnikda agar esimdan chiqmasa, tak 650 litr mana bu shtorkagacha. Hozir mana yopdim. Mana bu yeri pasti 650 litr bo'ladi. Buni ochib qo'ysak, patologgacha 1130 litr patologgacha sidinadan, mana shu sidina ограничение sidina bo'lsa, sidinagacha mana shu polностью 1130 litr. Agar sidinalarni yotqizib, mana bu shtorkani optab
qo'ysa 2415 litr obyomi bo'ladi. Bagajda obyomi oldi sidinalarigacha 2415 litr bo'ladi. Bu tomonda ko'ryapsiz, rozetka qo'yilgan. Rozetka 12 voltga turibdi yoki endi 2021-yil chiqqan mashinalarga hozir ko'plari chiqaryapti, crossoverlarda yoki Jeeplar, внедорожникlarda 250 voltlik zaryadkalar ham qo'yilardi. Lekin bunga qo'yilmabdi. Darabotka keyingi versiyalarda darabotka qilsa yaxshi bo'ladi. Bu tomonda ham kichkina farachasi, lampochkasi turibdi. Hatto buni yuqoriga patologga yoki ikkita tomondan qo'ysa bo'lardi. Qo'yilmagan. Eshigida hech qanday lishniy narsasi yo'q. Bu tomonga karmanlar qo'yganda zo'r bo'lardi, lekin karman qo'ymabdi. Lekin mashina o'zi shunisi ham katta, juda ham karman shart emas lishniy. Tak, orqa salonga kelsak, orqa eshiklarda plastmassa sal o'zi yaxshilardan qo'yishni boshlayapti. Oldin juda ham nekачественный plastmassalar qo'yardi, endi buni yaxshilarini qo'yapti. Mana ko'ryapsiz, keyin elektronniy управление oynalari bilan ko'tarib tushirish, qo'lda ushlagich, oporniy ushlagichlari bor. Chiqish uchun juda ham qulay bo'ladi. Yana bitta qiziq tomoni, buni ko'rsak, obduv bor bo'ladi, keyin обогрев orqa sidinalar bilan двухзонный klimati bo'lyapti. Tashqarida turadi. Zadniy karmanka. Koja полностью koja qilingan bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Koja yarmi materiallik. Mana shunaqa. Buni tagida, sidinalarning tagida domkrat yo boshqa ustroystavlari turadi. Yuqorisiga kelsak, patologi. Standartniy patolog, sal shumo izolyatsiya, shuni olib tashlab, buni ustiga bo'yirib, shumo izolyatsiya qildirsa juda ham tixi avtomobil bo'lib qolishi mumkin. Faralari qo'yilgan. Eshikni ochganda va pastdan yonib turish uchun qo'yilgan mana shunaqa. Balandligini qarangizlar, mana meni bo'yimdan ham uzun podgolovniklar turibdi. Orqasiga kelsak, orqasi juda ham katta sidina, 4 kishi bemalol sig'sa bo'ladi, lekin 3 kishiga qilingan. Bu tomonda mana paket turibdi, bo'lmasam ko'rsatardim. Podlokotnik, keyin podstakanniklar ham mana buni ichida bo'lardi. Orqada sidinalari podushka. Bitta o'rtaga passajirga, lekin 4 kishi bemalol o'tirsa bo'ladi. Nimaga 4 kishi bemalol o'tirsa bo'ladi? Chunki bunda mana bu o'rtasida boshqa mashinalarga, yengil mashinalarga o'xshab bortik yo'q, sedanlarga o'xshab. Buni UAZ'da pol primoy ketadi, mana bu poli primoy ketadi. Sal chiqib turibdi, lekin bemalol o'tirsa bo'ladi mana shunaqa avtomobil. Tak, buni oldiga kelsak, elektronniy управление hozir yangi chiqadigan mashinalarga o'xshab qilingan. Mana ko'ryapsizlar, bu tomonni bosib birozsangiz bo'ladi. Har xil tomonga qo'shish yoki o'chirish sistemalari. Faralarni управление высоtasini, keyin pribor panelda yarkisini boshqarish uchun knopkalar qo'yilgan. Salonda klimat kontrol turibdi. Buni обогрев bor oldi laboyda, keyin ikkita oldida zerkalarni обогрев qo'yilgan. Orqa depani ismi chiqib ketdi. Orqa oynani ham обогревi bor. Endi orqa oynani обогреви hammasida qo'yilgan. Удержание polasi, off-road, pastga, tog'dan pastga tushayotganda off-roadni bosib qo'yasizlar, o'zi motorni bo'g'ib, sal astroq tushib beradi. Android magnitofon qo'yilgan. Hozir buni ham haydash jarayonida ko'rsatamiz. Bu tomonda yangi selektor, 2021-yil komplektatsiyasida yangi selektorlar qo'yilgan. Parking, nazad, neytral va D Tektronik bilan qo'yilgan. Tektronikda bunda podrulevoy selektor lipistoklar yo'q. Rolda o'zi skorostni selektorda o'zidan boshqarasa Tektronik. Razdatkani elektronniy razdatka mana ko'rasiz, пониженный, повышенный faqat oldi bilan. Bunda ham sidinalarni обогревi bor. Rul ham mana shu kichkinagina rol bo'lsa ham bunda ham обогрев qo'yiladi. Qishda muzlab ketgan bo'lsa, обогрев qildirib beradi. Parktronic sistemasi qo'shganingizda Android magnitofonga birdaniga chiqarib beradi. Android magnitofonda tak hozir zavod qilganda yonardimi? Ismi chiqib ketdi. Zavod qilganda yonadi. Bunga qo'yib sidina mana bu yerga ko'ryapsizlar. Buni ochganda salgina ochganda ikkita micro SD flashka, bitta sim karta ham qo'ysa bo'ladi haqiqatan. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi, internetga yoki telefon qilib, auksin kabel turibdi. Keyin bardachogini ko'rsak, bardachogida bunda ham xolodilnigi bor, juda ham
praktichniy qilingan. Mana bu yerda qo'shganlaringizda xuddi Lasettiga o'xshab USB ga fleshka tiqish uchun USB kabel turibdi. Faqat bardochog'i juda ham kichkina, 1 litrlik yoki 2 litrlik, 1 litrlik ikkita baklashga ketadi, undan ko'p ketmaydi. Airbag. Podushka безопасный, faqat oldida passajirlarda bor, orqa joyida yo'q. Bu tomonda rossiyskiy, yevropeyskiy sistema sos turibdi. Bemalol Rossiyadagi agar buzilib qolsa yoki biror joyda qolib ketganda sosni telefon qilib ishlatsa bo'ladi, lekin O'zbekistonda bu ishlamaydi, afsuski. O'zbekistonda ishlaganda ham kelmashi mumkin. Sosni telefon qilasiz, qarab o'tirasiz, 2 kun qarab o'tirasiz, keyin kelishi mumkin. Xo'p. Sal temadan chiqib ketdik. Faralari standartniy turibdi bunda. Обороты 6000, maksimal tezligi 200 ko'rsatyapti pribor panelda, lekin 200 uncha ko'p ketmasa ham 160, 170 la ketadi bu avtomobil. Xo'p, hamma xo'p, akalar, mana ko'ryapsizlar, ichkarisini olib bo'ldik. Hozir endi buni tezligini, upravleniyasini ko'rsatib beraman. Qanaqa razgon, hozir bitta zapravkaga kirib ketamiz. Hozir birinchi marta, lekin UAZ Patriot 2021-versiyasiga o'tiribman. Bundan oldin 2018-2017 versiyalariga o'tirganman remontda. Bu ham mana hozir unda ham elektronniy drosel turibdi, gazli troslik emas, elektronniy upravleniyada. Rumunskiy elektronniy blok upravleniyaga birdaniga berib, operativniy ishlab beradi. Hozir zapravkaga keyin baland avtomobil, juda ham baland, bemalol juda ham mana bu Nexia'larga qaraganda yoki boshqa Captivaga qaraganda bu ham juda ham odam o'zini boshqacha his qiladi. Shunday deganda baland mashinalarga o'tirganda to'g'rimi, odam o'zini boshqacha his qiladi-ku. To'g'rimi aka? Sizam gapirib ketaveringda, eshitilib ketadi birga. Bitta o'zim gapirib ketaversam bo'lmaydi. Mana hozir oldimizda Gazel marshrutkasi turibdi. Shu Gazel marshrutkalarni o'zi Toshkentdan olib tashlash kerak. Juda ham o'sha orqasidan o'zi virus tarqalib ketyapti. Gazel marsrutkasini voditeli bilan meni ko'zim bir xil turibdi. U ham katta mashina ko'ryapsiz, uni lekin faqat patologi baland. UAZikda o'zi baland juda ham. Ko'ryapsiz bu yerda elektronniy magnitofoni, YouTube bor bunda. Brauzerga kirib, hozir internet ishlamani hammasi Android sistemada qilingan. Bunga sim karta qo'yiladi. Mana buni ichini ochganda sim karta qo'yilib yoki telefon hamma narsasi bilan boshqarsa bo'ladi. Navigator ham qo'yilgan bunga. Hozir buni o'chirib qo'yamiz. Muzikani qanday qo'ysak bo'ladi? Muzikani tak, bu tomonga o'tib olishimiz kerak bizlar. Burasi bilarkan. Mashina juda ham baland, odam bu o'zini boshqacha his qiladi. Pastdagi mana bu kichkina mashinalarga qaraganda bu juda ham bo'ladi. Hozir ko'ryapsiz, hamma qarayapti mashinaga, qanaqa mashina ekan deb. Ko'ryapsiz, mana elektronniy upravleniyasi. Faqat bitta положениеda, masalan, ko'plarda avtomatik bitta bosib qo'ysangiz o'zi tushib ketadi, bunda esa bitta положение. O'zi chunki buni ayol kishilar haydamaydi, unga kerak emas bunaqa narsalarni qo'yish, faqat haqiqiy erkaklar tog' uchun, boshqa joylar uchun haydadi. Keyin baland haydaganda juda ham bitta qulay tomoni yana oldida mashinalar ko'rinib turadi. UAZik avtomobillariga 92 yoki 80 solsa ham farqi yo'q. Motori ZMZ rossiyskiy motor turibdi. ZMZ 86 110 degan motordan juda ham yaxshi. 150 ot kuchi, 110 ta newton beradi. Newton kuchi beradi. Bakimiz qaysi tomonda bo'lardi? Ismini chiqib ketdi lekin. Bak bu tomonda ekan, to'g'ri. Hozir zapravka. Xo'p, mana ko'rasizlar, hozir zapravka qildik. O'zbekistonda zapravka mana benzinning narxini qaraysiz, qanaqa osmon bo'lyapti. Faqat dizel toplivo yo'q, 95-80 ming ko'rsatyapti. Bilmadim Rossiyada qanaqa narxi, lekin ular ham qimmat bo'lishi kerak. Xo'p, mashina zavod qilamiz. Mana juda ham uncha shumli emas, mashina Nexia'ga qaraganda yoki UAZ Hunter'lar juda ham shumli edi. Bular shumli emas. Bu tomonda elektronniy upravleniyasini hozir ko'rsatmoqchi edim birdaniga. Расходlarini, zapas xod, sutочный пробег ko'rsatyapti. Mana data, hamma narsasini настройка qilib borsa bo'ladi. Средний скорость qancha yurganingizni и zapas xodi, benziningiz qancha скоростda turganini hammasini ko'rsatib boradi. Tak, zapravka qilib bo'ldik. Mana selektorni ko'ryapsiz. Hamda dublyor bu yerda lampochkalari yonib turadi, qaysi biriga qo'shganingizda. Keyin tektronik o'tkazganda oson juda ham mana boshqarishi. Shuni rulda tagiga rulyovoy lipestok deydi. Shunaqa qo'yganda ham zo'r bo'lardi, lekin endi baribir buni haqiqiy katta odamlar haydaydi, yosh bolalar emas yoki ayol kishilar yoki qizlar haydamaydi.
bu mashinani shunga tushirib qo'yamiz. Endi bemalol haydab ko'rsak bo'ladi. Qaysi tomonga haydaymiz? Bu tomonga. Prezidentskiy tomonga. Keyin yana bitta qulay tomoni avtomobilda katta mashinada haydab yurganingizda orqadan bilasizlar, Matizda taksichilar yuradi, signal bosaveradi. Qizilda agar sal ko'k bo'yanganda sal to'xtab qolsa, signal bosaveradi. Bunda bosmaydi. Birdaniga aytaga, bunda hech kim bosmaydi. Qarab o'tiradi. Siz masalan tursangiz, bir 10 sekund tursangiz, orqangizdan turadi yoki aylanib o'tib keladi. Lekin hech qachon signal bosib yoki qarab o'tayotganda qarab nima uchun haydamaysan deb o'tib ketmaydi. Shunaqa vaziyatda psixologiyaga nima deydi, ismi chiqib ketdi, влиять qiladi, to'g'rimi? Psixologiyaga действовать qiladi. Buni katta mashinada yurganingizda orqadagi o'ylaydi, seriyozli, lekin men ikkita bloker ketayotganini bilmaydi mashinada. Xo'p, bizda ham nomerlar yo'q. Hech kim qolib ketdi-ya. Mana hozir ko'kda 1 sekunddan ko'proq mashinadan chiqib ketsam bo'ladi. Xo'p. Mana asosda katta yo'lga chiqyapmiz, dokumentlar bor, prezidentskiy trassada. Mashinada yana bitta qiziq tomoni, balandligiga qanaqadir glishitli darabotka qilinganmi, ovozi g'ururlayapti, g'ururlagan. Bilasizmi, mana sportivniy mashinalarga o'xshab. Mana hozir elektronni bosganimda uskareniyasi yaxshi. Shunaqa katta mashinaga qancha edi? 1 tonna ismi chiqib ketdi, og'irligi qancha edi? Mashinada og'irligi hozir ko'rib olamiz birdaniga. Mashinada og'irligi 1 tonna 15 kilogramm. Общий massasi polni 1 tonna 540 kilogramm. 5 ta odam yana gruzovga ruxsat beradi. 1-2 tonnalik mashinaga uskareniyasi juda yaxshi deb o'ylayman. Hozir yana bir marta sal bo'lyapti, lekin mashin juda haqiqatan baland. Mana bu o'zim Lacetti haydab yurganimda katta mashinalarning yoniga kelsangiz kichkina bo'lib qolasiz. Bunda esa birdaniga baland, gaylni to'xtatmasa bo'ldi bizdan. Перегон qilyapmiz deymiz. Qayerga перегон qilyapmiz? Avtosalon. Avtosalonda. Yo'l juda ham yaxshi, uskareniyasi. Moshida uftraybersda endi. Gazi juda ham risk reaksiya qilyapti. Boshqa mashinaga qaraganda ham ketishi juda yaxshi. Magnitofonlarni ko'rsatdik. Konditsioner hammasi, klimat kontrol o'zi bor. Bu yerda buraganingizda temperaturasini maksimalni 18 gacha tushirib beradi. Yana bitta qulay tomonlari zerkala oynalar, orqa vitni oynalari elektronniy upravleniyada. Mana bu yerdan turib bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Ruchnoy emas. Oldingi UAZ'ni, UAZ Patriotni 2000 eski versiyasida ruchnoy edi mana bu yerdan. Uni lekin darobotka qilsa bo'lardi, osongina. 30 ming so'm, 40 ming so'm turadi. Mana bu yerga ikkita sxemat sotib, keyin отдельный zerkala, elektronniy zerkalani sotib olganingizda xuddi yangi versiyaga o'xshab qoladi. Bitta shunisi bilan farq qilardi UAZ Patriot bilan. Mana bu hozir yangi versiyasi o'shanisi bilan, keyin ichida darobotkasi. Lekin bunishni o'shanisi, keyin oldida hozir bamperida sal darobotkasi bor. Ko'rsatdim, boyagi videoni boshida ko'rsatgandim. Tak, Sharq Motors qanaqa mashina sotadi? Yana Haval, skuterlar, ha? Yana elektroskuter. Elektroskuterlar sotadi. UAZ, Patrioты. UAZ Patriot, gaz. Пикапы, газ автобусы. UAZ Profi даже есть. UAZ Profi. UAZ Haval. Ha, Haval. Xitoyda Haval avtomobillari ham hozir O'zbekistonda ko'payib ketyapti. Ularga ham agar kommentariyaga yozib qo'ysalaringiz, obzor qilib bering. Haval avtomobillari ko'rgan bo'lsangiz kerak, unga ham obzor qilib beramiz. Ular ham juda ham yaxshi mashinalar, komfortabilniy, Captivaga o'xshagan. Yana klassik qanaqa bo'ladi ularni? Ну там H6 это кроссовер, а у него H6. И H9 это уже идет как внедорожник. Keyin odam ko'p joyda boshqacha bo'ladi. Mashina ko'p joylarda probkalarda yurasiz-ku, boshqacha bo'ladi. Lekin avtomobil jostkiyroq, mana bu Lacetti'ga yoki Captivaga qaraganda birdaniga bildiradi qanaqa nerovniy dorogadan tekis yo'ldan yurmasangiz, boshqa yo'llardan yurmasangiz birdaniga o'zingizga bildiradi. Hozir yo'ldan mana razvoratdan o'tib ketdik, keyingisida razvorat qilamiz. Elektronni tormozi ham hozir
reaksiyasi juda ham tez, chunki eski Hunter'larda, eski UAZ'larda yoki bu hangarlarda yo'q edi ABS sistemasi. Bunda ABS sistemasi qo'yilgani uchun tormozni o'zi birdaniga oldinga haydab yurgan bo'lsangiz, UAZ'larni birdaniga bilasiz, shu yangi inomarka mashinaga o'tirib qolganingizda. Ham mana hozir bunda yana bitta qiziq tomoni off-road degan narsasi bor. Gorkadan pastga tushishda postoyanno tormozni ushlab turmasdan knopkani bosib qo'ysangiz, o'zi motorni bo'g'ib, o'zi asosda tushiradi. Elektronniy trosili regulovka qilib beradi sizga. Hozir sizga to'g'ri ketamiz. Keyin upravleniyasi mana nasionaly punktda ketyapmiz hozir. Kichkina yo'llarda ham juda ham yaxshi. Bu tomonda qanaqadir posolstvo, Rumuniyani posolstvo, Germaniyani ekan, menimcha posolstvo. Devishlar Germaniya ekan. Hozir mana shu Toshkent ko'chalari, Lunacharskiy ko'cha, menimcha bu. Da. Lunacharskiy ko'chada eng ko'p posolstvolar, eng katta shishkalar yashaydigan uylar. Bularni o'chirib qo'yamiz, menimcha video. Boylar, har xil posollar yashaydigan. Hozir eski uylar ham bor, bularni ham buzib tashlab, yangi dacha, villalar qursa kerak bo'ladi. Mashina juda ham agressivni ko'ryapsiz, mana birdaniga bildiradi. UAZ'da ketayotganingiz, spokойно tura olmaysiz. Postoyanno UAZ'da bildirib yurganingizni bildirib turadi. UAZ uxlama deydi. Men UAZ'da ketyapsan deydi, katta mashinada. Masalan, Captiva'ni haydab ketaversangiz, расслабить bemalol spokойно ketaverasiz muzikani eshitib. Bunda esa постоянно внимание bo'lib turasiz, chunki katta mashinada ketyapsiz, hamma narsa ko'rinib turibdi. Даже Malibular ham afg'on qilishga qo'rqamiz. Malibu orqamdan ketyapti. Agar Nexia'dagi Lacetti'da haydab ketaversangiz, darrov afg'on qilib ketadi. Shuni orqasidan ketaman. UAZ'da ketaversangiz, orqadan tomosha qilib ketaverasiz. Shunaqa mashina olsammi, yo'qmi deb so'ramayman. Lekin mashina juda ham zo'r. Yo'llarni ham ko'rsatib o'tiring. Mashina juda ham zo'r. Spokойно ketyapmiz. Keyin bitta shu katta mashina haydab yurganda odam maza qilib ketadi, kayf qilib. Boshqalardan ustunligingiz bilinib turadi katta mashina haydaganingiz. Katta mashina haydasiz, haqiqatga ustun bo'lmasangiz ham, lekin odamning xarakteri birdaniga o'zgaradi. Zapas xodini hozir ko'rsak, 60 kilometrga 5 litrmi qancha soldi? Где-то почти 10 litr, да? Da, ko'rsatib o'zi 0 da edik, hozir zapravka qilib oldik. O'shani hozir ko'proq ko'rsatdi. Odam bizga burilish mumkin. Ham ko'chalarda, Toshkent ko'chalarida ehtiyot bo'lasizlar, reydlar juda ham qattiq ketyapti. Imенно mana bu prezidentskiy ko'chalarda mashina haydaganlaringizda ko'p viloyatdan kelganlar sariq adashib to'xtab oladi, 600 ming shtraf qiladi yoki hozir yangi radarlar chiqqan, o'zim chiqaraman, ularning ham videolarini ko'rsalaringiz bo'ladi. Viloyatdan kelsalaringiz Toshkent ko'chalariga yo'l qoidalarini buzmagangizlar yoki shtraf to'laysizlar. Juda ham qimmat shtraflar ham hozir O'zbekistonda. Rossiyada sal arzonroq, lekin O'zbekistonda qimmat. Hozir yana bitta svetoforda uskariniyasini ko'ramiz. Konditsioneri ham juda ham приятный chiqarib beryapti havoni. Maza qilib juda ham muzlik. Agar kapotda ichida ko'rsak, o'zimizda aytadi, konditsionerchilar morojniy deydi, balkim o'sha ichida turib qoladi, morojniy bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin ichkarida juda ham yaxshi, приятный. Hozir mana uskariniyada. Endi bari yengil mashinalar o'tib ketadi, chunki 2 tonna emas, ular 1 tonna 300, 1 tonna 200 og'irligi. Bir xillasida 9 kilogramlik mashinalar ham bor. Kolbatlar juda ham yengil, uni o'tib ketadi. Lekin gazda sal ular kutib tursa, biz ham ularni o'tib ketsak bo'ladi. Bu tomonda mayli o'tolmadik, chunki to'xtatish ham bor bu mashinada, 2 tonnalik avtomobilda. Поворотникларni signali ham juda ham приятный. Oldingi UAZ'larda datchikda o'zi signal berardi. Hozir bularga отдельно signalli indikatorlar qo'yilgan, приятный tovush beradi. Zapas xodi 58 средний скоростimiz esa 30 ko'rsatyapti menimcha. Средний скорость 24 ko'rsatyapti. Суточный пробегimiz 20 kilometr hali yuribmiz. Xo'p.
televizorga ham dublировка beradi indikatorga. Hammasi kompyuterga yozilib ketaveradi, qanday haydaganlaringiz. Keyin kompyuterda elektronniy blokka OBD переходникni qo'shib kompyuterdan ko'rsa bo'ladi, qanday haydagani, diagnostika vaqtida qanday haydagani, kun davomida расходlari, stil yezdilarini ko'rsa bo'ladi shunaqa avtomobil. Sharq Motors avtosaloniga katta rahmat vazifda obzorga bergani uchun. Bemalol kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. Qarasuv olsalaringiz bo'ladi. Elektroskuterlar bor bu yerda. Haval avtomobillari, keyin qanaqa gaz avtomobillari zakazga olib kelib berasiz. UAZ'larni, UAZ avtomobillarini любой markalarni, любой versiyasini zakazga olib keltirib beradi. Yoki nalichini ham kelib bor narsani nalichini ham kelib ko'rib zavod qilib ko'rsalaringiz bo'ladi. Bir kunda olib chiqib ketsa bo'ladi, menimcha. Sotib olgandan keyin kutish shart emas, 2 oy o'ylab. UzAvto Motors o'xshab. Mana bu yerda Haval avtosaloni, Sharq Motorsda UAZ hammalari bor. Keyin bu yerda servisi ham ko'rsalaringiz bo'ladi. Shunaqa katta hozir buni nazar qilib qo'yamiz. O'zlari Магазин за автозапчастей тоже. Magazinlar hozir ko'rsatamiz. Mana Sharq Motors avtosaloni hozir ichkarini ham ko'rsatmoqchi edim. Birdaniga nechta mashina bor. Bu yerda Haval H6, Haval H8, mana ko'ryapsizlar, H6 mana avtomobillari turibdi. Bu tomonda mikroavtobus kichkinasi. Bu ham mana ko'ryapsizlar, 9 talikmi, 10 talikmi. Qora Patriot yangisidan turibdi. Kelib ko'rib yoki elektroskuterlar 6 million, 8 million, 9 millionlik elektroskuterlar bor. Har xilni kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana shunaqa obzor bo'ldi Sharq Motors avtosaloniga. Keyin Shohruxga ko'tiribdi. Shohruxga katta rahmat obzorga mashina bergani uchun.